Jinoyat kodeksining 238-moddasi bor. Bu modda, ya'ni yolg'on xabar berishlik. Yolg'on xabar berishlik, o'tda shunaqa joyi bor, og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar haqida yolg'on xabar bersa, Jinoyat kodeksining 238-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Endi borib deylik, o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga u hazil tariqasida etilayotgan narsa hayot uchun xavfli bo'lgan, omma uchun xavfli bo'lgan holat yuzasidan xabar beryapti. Deylik, misol uchun, desa, o'sha siz aytganingizdek, menda misol uchun mana shunaqa zirhli portlovchi modda bor, u bu degan holati bo'yicha yoki-da bitta o'rtog'ini ko'rsatadi, o'sha o'rtog'imda mana shunaqa zirhli portlovchi modda bor dedi, o'tir deydi, arizasini yozadi, tushuntirish xatini yozdiradi, boshqa narsa qiladi. Yozgan arizasiga binoan va tushuntirish xatiga binoan borilgan paytda men hazillashuvdan borib o'sha bola bilan surishtiruv ishlari olib borilib, agar unda hech narsa aniqlanmaydigan bo'lsa, bu holat bo'yicha baribir tergov baho beradi-ku, lekin surishtiruv davrida ham misol uchun bo'lmadi deganda ma'muriy javobgarlikka tortsa bo'ladi bu holat. Jamoatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik bilan misol uchun o'sha javobgarlikka tortsa bo'ladi. Maksimum jazo qanday? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi agar malakalanadigan bo'lsa, ikkinchi qismi bo'yicha uzoq 15 sutkagacha qamoq jazosi bor.